Mhm. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Barcha kuzatuvchilar, sog'lommisizlar? Mana men Navoiy viloyatidan shu yerda dovrug'ini eshitib kelganman. Juda ham kelganimda qanday bo'larkin, birinchi marta kelishim bu Farg'ona viloyatida deb keldim. Juda ham menga yoqdi. Kavsar sanatoriyasiga kelinglar hammalari. Bu yerdagi shart-sharoitlar, beradigan lecheniялari juda ham yaxshi ekan. Ayniqsa mana bu massajlari, mana sapog'ga o'tiribman, sapoglari, keyin fizioterapiyalari, vrachlarning nima oladigan lecheniялari juda ham menga yoqdi. Oyoq og'rig'i bilan kelgandim, alhamdulillah hozir ancha yaxshiman. Xo'sh, bugun 5-kun, yana 5 kun qolamiz, Alloh nasib qilsa. Menga hamshiralarni muomalasi, vrachlarni muomalasi juda ham yoqdi. Ular hammasi xushmuomala, kulib qabul qila oladilar. Xuddi o'zimni uyimda yurganday yuribman. Oshxonalarni endi gapirmasa ham bo'ladi. Oshxonalarda shunday shirin taomlar qilib beradi. Nima vaqt aytamizki, povurlarni qo'li juda shirin ham toza. Havas qilsa deydi. Kelinglar, hammalaringizga tavsiya qilamiz. Bu yerda rahmat, shu yerda tashkil qilganga ham, shu yerda ishlayotgan hamshiralar va xizmatchilarni hammasiga kattakon rahmat ta'zimdaman.